Assalomu alaykum internet tarmog'idagi kuzatib boruvchilar. Bo'yiga 340, eniga 220 darvozamiz Andijon Paxtabod Marhamat tumaniga o'rnadi. Rangi mokriy bo'ldi. Xo'p, ishlatilgan materiallar yondori 8 ga 6, stenkasi 2, tagi 8 ga 4 shiveller. Ruchkalarni qo'yib berdik, klient zakasiga qarab. Bu xolosda zamovlari ham o'ziga yarashgan. Darvozamizga ishlatilgan materiallar, lisimizni qalinligi o'sha 1.3, bezak uchun nerjevenka foydalandik. Vibralar qadar, tagi 8 ga 4, yoni 8 ga 6. Taxiyali darvoza bo'ldi. Bo'yiga 340, eniga 320. Rangi mokriy bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa bemalol pastdagi nomer, pastdagi profillar bilan biz bilan bog'lanaverasiz. 12 viloyatga xizmat ko'rsatamiz. Telegram, WhatsApp bor. Doimo xizmatdamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.